aziz singiljonlarim, onajonlarim, o'zlaringizga qaraysizlar. Odamlarning dunyoda naqshi bo'lib yashash kerak ekan. Farzandlari chiroyli tarbiya bersalar, mana shunaqa yashashga haqlisizlar ayoljonlar. Toshkentga ukamni ko'rgani keldim. Shu yerga kelmasam bo'lmay qoldi. Yo'lga ozgina og'riq bo'ldi. Keyin keldim, Jeniskiy tarafdan ginekolog vrachlar bor ekan. Mana shu yerga Zayniddin o'g'limni oldilariga olib keldi qizim. Voy o'zi qilishdi. Bir faslga menga juda yaxshi yordam ko'rsatishdi. Juda qo'llari yengil ekan. Operatsiya qilishdi. Mana bugun ketyapman. Kecha operatsiya qilgan, bugun menga javob berishyapti. Voy qo'llari dard ko'rmasin, shunday muomalalar, shunday shirin. Mana shunaqa o'g'illarni o'stirgan ota-onalarga rahmat aytaman-da. Aziz singiljonlarim, onajonlarim, o'zlaringizga qaraysizlar. Odamlarning dunyoda naqshi bo'lib yashash kerak ekan. Farzandlari chiroyli tarbiya bersalar, mana shunaqa yashashga haqlisizlar ayoljonlar. Men juda rahmatlar aytaman, tashakkurnomani bildiraman. Juda ko'nglim bo'sh, yig'lab ham yuborishim mumkin hozir. Katta rahmat aytaman, qo'llari dard ko'rmasin ilohim. Mana shu yerga ishlagan hamma oshxonamni ishlaydiganlar, hamshiralari ham shunchalik muomalalari yaxshi, shunchalik yaxshi. Voy Zamira ukol qiladigan hamshira shunday odamni joniday. Odamni bular so'zi bilan davolab qo'yapti-da, qarang. Boshqalarga tavsiya qilaman, mana shu yerga kelib davolanishlaringizni, sog'lom bo'lishlaringizni, qo'llar rosa yengil ekanda. Bugun menga javob beryapti, ketyapman. Mana kecha operatsiyadan kelib, bugun ketyapman mana. Sog'ayib ketdim bir faslginaga aynalay. Sizlarga ham katta rahmat, hammalaringizga rahmat jonim.